to'xta. Buni kullardan to'g'ri o'tgani. Anko Tibar sensor bilan boshqariladi. O'zi ancha qimmat sotiladi. Eng arzon bozor kanalida yarim narxga tushadi. Suv qo'yadigan kapsulasi tepadan emas, pastdan bo'ladi. Ancha akkuratni turadi. 2 xil choynaysi ham chiqadi. Qo'shimcha yana shunaqa shkofi bo'ladi. Kofe одноразовый stakanlar ham bemalol qo'yib qo'ya olasizlar. Arzon bo'lganiga garantiyasi yo'q deydiganlarga garantinniy taloni ham chiqadi. Ofitsialniy garantiyalari ham bor. Uzoqdan ham bemalol boshqarib o'tirasizlar, o'zining ichidan pulti ham chiqadi. Shunga o'xshagan, lekin vyupuski eski bo'lgan kullerlarni internet magazin bozorlarda 2 million 200 dan 3 million 100 gacha sotishayotgan ekan. Narxini taxmin qilib turinglar, men nech pul qilib bera olaman. Sensor bilan boshqariladi. Bitta bosib turasizlar, o'zi yonadi. Xohlagan gradusinglarni qo'yasizlar, o'sha gradusda choynaysa qaynatib beradi. Bu yoqdan muzdek suv 15 gradusgacha tushirib beradi. Bu yoqda shunday choy solib qo'ysanglar, issig'ini ham ushlab turadigan teni ham bo'ladi. Agar taxmin qilgan narxingizdan ham ancha arzon etsam, videoga like bosib, hamma yaqiningizga yuborib qo'yasizlar. Internet magazin bozorlarda shunaqa ko'rinishdagi kullerlarni 3 million 200 gacha sotayotgan bir vaqtda eng arzon bozor kanalida bor yo'g'i $99 ga sotosanglar bo'ladi.